noyabr oyida umra ziyoratiga boradigan bo'lsam, nech pul bo'larkan narxlari? Undan tashqari borganimdan keyin ota-onamni billa olib ketyapman. Qiynalmasmikin? Shart-sharoiti yaxshi firmani qayerdan topsam bo'larkan? Juda ko'p reklamalar chiqyapti. Juda ko'p odamlar shart-sharoitlarni tushuntiryapti. Litsenziyaga egamikin yoki yo'qmikin deb juda ko'p odam o'ylanyapti ekan. Do'stlar, hozir biz Daniylargacha aytib o'tib ketamiz. Qaranglar. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining oldidagi Centrum Holidays mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni umra tadbirlarini o'tkazish uchun bog'liq bo'lgan o'z litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmaga do'stlar tashrif buyurganmiz va Glavniy ofisdan Glavniy narx-navolarni sizlarga yoritib berib o'tamiz. Lubi akam bilan xudo xolasa sizlarga bir qator tushuntirib berib o'tamiz. Siz shu kanalga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh to'liq ma'lumot berishga biz harakat qilamiz. Lubi aka, hozirgi kunda O'zbekistondagi hamyurtlarimiz siz, ya'ni Centrum Holidays firmasidan ketiladigan bo'lsa, shart-sharoit qanaqa? Yeb, ichish, gostinitsa, bularda ota-onasi yoki o'zlari borgandan keyin erta qiyinchilik bo'lmaydimi yoki yo'qmi? To'liq ma'lumotni aka ochiq oydin yoritib bersangiz yaxshi bo'lardi. Firmani qulayliklari, narx-navolari, 50 boshilar hamma ma'lumotni bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'p, bizda 6 ta viloyatlarni sanab o'tkazsam, qaysi reyslarimiz borini? Bizda faqat borini aytib o'tganingizdek. Xo'p, 6 ta viloyatdan, Farg'onadan, Namangandan, Andijondan, Toshkentdan, Samarqanddan, Termiz shahridan Primo reyslarimiz bor. Ham Madina yo'nalish bo'yicha, ham Jiddiy yo'nalish bo'yicha. Xo'p, ofislarimiz ham 4 ta viloyatda bor. Ofislardan sanab o'tkazadigan bo'lsa, ofisni ko'pchilik so'rayapti. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Samarqandda bor, keyin Surxondaryo, Termiz shahrida bor. 4 ta viloyatda Glavniy ofisimiz bor. Kelib tashrif buyurishlaringiz mumkin. Xo'p, bizda reyslarimiz 3 kun Madinada, 11 kun Makka mukarramada, 14 kunlik bo'ladi standart paketlarimiz. Madina Munavvarada 6 dan oshiq ziyoratlarimiz. Xo'p, Makka mukarramada 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mehmonxonalarimizga kelib chiqadigan bo'lsa, mehmonxonamiz Andalus mehmonxonasi Madina Munavvarada, Makka mukarramada Rose Garden mehmonxonasi bo'ladi. Erta Madina Munavvara Makka mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, qo'shimcha sayohatlarimiz bo'yicha Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidlarida kechki ovqat pikniklari, Xurmo bog'ida kechki ovqat tushliklarimiz ham bo'ladi. 50 boshlarimizga kelib chiqadigan bo'lsa, 50 boshlarimiz malakali diniy qo'mitadan ajratilgan, kamida 2 yildan 5 yilgacha malakali 50 boshlarimiz billa borib, har bitta reysimizda 50 boshlarimiz billa borib, billa kelishyapti, xudo xolasa. Zo'r. Aqqa borilgandan keyin avtobus, aravacha, doktor xizmatlari aka? Xo'p, ertaga borganimizdan keyin 24 soat Makka mukarramada avtobus xizmatlarimiz qatnovda bo'ladi. Haramga kirib chiqish muddati bo'ladi. O'zi piyoda kirib chiqsa ham yaqin mehmonxonamiz 10 minutlik yo'l ekan. Rose Garden mehmonxonamiz, avtobus ham 24 soat hojilarimiz to'xtovsiz qatnab turadi. Erta doktor xizmatlarimiz, malakali doktor xizmatlarimiz, hamshira xizmatlarimiz bo'ladi. 24 soat hojilarimizga xizmat ko'rsatishadi. Aravachalarga kirib chiqadigan bo'lsa, aravachalarimiz ham yosh kattalarga aravachalarni ta'kidlab mehmonxonalarga qo'yib berganmiz. Bemalol olib foydalanishlari mumkin. Lekin yana ta'kidlab o'taman, o'zim pastiani kasal bo'ladi, kasal odamlar o'zini pastiani ichib yuradigan dorilarini o'zlari bilan olib borishlarini tavsiya qilamiz. Keyin yana bir xil odamlar bo'ladi, faqat aravachada yurib, aravachada ibodat qilishadi. Pastiani aravachada yurasizmi? O'zingiz bilan aravachalarni olinglar. Bu bagajimizga, kiloyimizga ta'liqli yo'q, joyiga qiynalmaysizlar. Erta mehmonxonada ochirib kutib, aravachani bo'shab qo'ylarmikin, mana ibodat qilamiz degan narsa xayoldan chiqib ketadi. Ora-orada zarar bo'ladigan odamlar uchun aravachalarda erta bemalol xizmat ko'rsatish mumkin. Xo'p, yana bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Aka, to'lovlar hozirgi kunda necha pul bo'lyapti? Qanaqa amalga oshiriladi to'lovlar? Bank orqali naqd ko'rinish qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz 6 ta viloyat bo'yicha 1050 dollardan bo'ladi. 6 ta viloyatimiz bo'yicha. Xo'p, to'lovlarimiz bank orqali to'lov qilsalar ham bo'ladi, karta orqali to'lov qilsalar ham bo'ladi. Naqd ko'rinishda ofisimizga tashrif buyurib, kassamizga to'lov qilsalar ham bo'ladi. Bank orqali to'lov qilsalar ham qulayliklari juda ham zo'r. Chunki bank orqali to'lov qilsalar shartnoma tashlab beramiz. Har bitta ism familiyaga Centrum Holidaysdan umra ziyorat ketayotgan uchun deb chek chiqarib beradi bankda o'zi ham. Bankda chek chiqarib beradi. Ya'ni dogovor asosida bo'ladi. Dogovor asosida bo'ladi hamma narsa. Firma tomonidan nimalar berilyapti hojilarga? Xo'p, firmamiz tomonidan kamza, so'mka, bejik, bo'yin yostiqchasi samolyotga ketayotganda qiynalmaslik uchun keyin 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Bu qaytib ketishlarida bu firmamiz tomonidan beriladigan narsalarimiz. Bitta oiladan ko'pchilik boraman desa.
Xo'p, Bonus qilib berasizmi aka? ha, bitta oiladan 5 kishidan yuqori ketayotganlar uchun telefon qilishsa, bu aytilgan narximizdan bonus sifatida chegirma qilib beriladi chiroyli qilib. 4 ta ayol 4 erkak ketadigan bo'lsa, bitta xonaga joylashish imkoniyati bor. Ha, bu standart paketlarimiz 4 kishilik, 5 kishilik xona joylashuv asosida bo'ladi. Hamma misol sheriklarini, juftlarini bemalol tanlab o'zlari xohlagan xonaga kirishlari mumkin bemalol. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, narx-navosini eshitdilaring, ya'ni $1050 dan standart paket bo'lyapti. Shu aytilgan qulayliklar, bonuslar, hamma sharoitlar $1050 do'stlar narxni ichiga kirib ketadi. Boshqa to'lov qilmaysiz u joyda, misol nima desa bo'ladi, Qizil dengizga, Sulaymon Hojiyev masjidlariga, mana Makka imkoniyati xurmo bog'larida nima bo'lyapti. Bular hammasi narxni ichidagi narsalar, addeniy to'lov bo'lmaydi. 50 yoshlar ham akamiz aytib o'tib ketdilar, do'stlar, 2 yildan 5 yilgacha o'z tajribasiga ega bo'lgan, bo'lmadi deganda 10-15 marta umra qildirgan odamlarni billa o'ziga ergashtira oladigan 50 yoshlar do'stlar, xudo xolasa sizlarga xizmat ko'rsatishadi. Doktor xizmatlarini ham tashkillashtirishgan ekan. Maziz hodisa yoki birinchi yordam ko'rsatiladi. Xudo xolasa siz do'stlar erta bee'tibor qolib ketmaysiz. Video pastida akalarimiz nomerlari turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. WhatsApp, Telegramlarda ishlab turibdi. Joylarda bron qilaverasizlar. Hozir noyabr oyi do'stlar, umrani sezoni, to'g'ri tushuninglar. Oldinroq telefon qilib joy bron qiladigan bo'lsalaring, o'zlaringga do'stlar ancha qulay bo'ladi. Chunki siz ketaman degan kunda 10 kun, 15 kun oldin bron qilmasangiz, hozirgi kunda do'stlar jicha odamlar juda ko'p borishyapti ziyoratga. Iloyim O'zbekistonda umraga bormagan odam qolmasin. Yaxshi niyatimiz bu. Xudo xolasa biz ham sizlarga to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz do'stlar. Narx-navolar, shart-sharoitlar to'liq yoritib berildi deb o'ylayman. Litsenziyalarga keladigan bo'lsak, do'stlar 100% litsenziyaga ega. Buni bemalol ijtimoiy tarmoq orqali ham do'stlar Centrum Holidays yozadigan bo'lsalaring, o'z litsenziyasiga ega bo'lgan firmalarda qatorida ko'rsalaring bo'ladi. To'liq ma'lumot bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ulug'bek aka, sizga ham rahmat, charchamaylar. Sog' bo'linglar.